Lekin mashinani yorib tashlabsiz boru, tuning qilishni. Yoqdim aka. Gap yo'q lekin boru. Birinchilardan bo'lib obzor qilsizlik. Necha pul rasxod ketdi mana shu tuningga? Ketdi, 3-4 ming ketdi. Aka hisoblamadim, hali lekin undan ham oshgan bo'lishi mumkin. Nimalarni o'zgartirdingiz? Polniy night paket qildim, ABS spoilerlar taqildi. Mashinani polniy polirovka, oqqa qora qildim aka, bitta diska taqdim, bo'ldi. Oqqa qorasiga bitta zo'r mashina ko'rsatdingmi? Tayyor night qilingan. Rasxod pasxod qilmaymiz. Rasxod qilmaymiz umuman, tayyor. Mana. Nima model bu aka? Bu SVM G01 modeli bo'ladi. Trekker boru, trekkerdan o'lsa o'liga ortib mashina. Yo'q, aka. Narxi arzon unga qaragan. Lekin bu o'zi zavodskoy mana shu qora ABSlar. Shunaqa zavodskoy qora aytirilgan. Bitta jazosi, bitta diski taqib olsa bunga bo'ldi. Mana yech beraymi aka? Yech beribdi, ko'ringiz chiqadi. Aka. Tushiraveramiz. SVM G01 modeli hozirgi kunda Trekker 2 ga raqobatdosh bo'lib turibdi. Motori 4 ta silindr bo'ladi. Trekkerda bir seri 3 ta silindrli bo'ladi. Mashinada besключевой достуp, слепая zona datchigi bor. Undan tashqari sizinasi ham isitadi, ham sovutadi. Multi rul, katta mamlakat tablolari bor. Start stop, katta panorama lyuklari bor. Mashinani ichki dizayni ham juda ham bir o'zgacha. Orqasida BMW X5 eslatib yuboradi. 360 kameralargacha bor. Avtomatik bagaj ochib yopadiganlargacha bor. Dajichi tegidachi o'zini zavodskoy sambuferlargacha bor. Mana zapaskani orasiga tiqib qo'yishgan. Mashina oila uchun juda ham qulay, juda ham keng. Buni oq rangi, qora rangi va mokriy ranglari sotuvda bor. Mashina olib yana tuningga ham rasxod qilamanmi deb ovora bo'lib o'tirmaysiz. Tayyor sizga tuning qilingan variant. Agar xohlasangiz, diskasini o'zgartirsangiz bo'ladi. Mashina sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yinglar va SVM avtosaloniga tashrif buyuringlar.